Assalomu alaykum obunachilar. Bugungi sotimizda shaybali so'rovdingizlar, mana shaybali Kia Sorento. Mashinamiz eng full paysada. Tak. 24 ga 24 obunachilar. Salonda 740 million turadi. Biz sizlarga bu mashinani zo'r narxda ko'rsatamiz. Xudo xolasa 4 yangi balolar taqilgan, qimmat 500-600 dollarlik. Oldilar setkalar qilingan, original parok taqilgan, tonirovkalar qilib qo'yilgan. Salonlari mati holatda, qirilgan joyi yo'q. Bemalol probeg krasitishi to'g'risida 360 kamera, head up display, abduf, abagrip. Xullas eng full faysasi bu. Bundan full bitta 3.5 ham bo'ladi. Bu 2.5 eng full faysasi hisoblanadi. Orqalari ham ideal holatda 3 ta qatorli 7 kishilik oilaviy semenniy zo'r mashina. Katta panorama lyuklari ham bo'ladi. Bagajlari ham elektronli bo'ladi. O'zi ochiladi, o'zi yopiladi. Mana bosasizlar, o'zi yopiladi. 3-qator yotqizib qo'yilgan. Idealni qirilgan joyi yo'q. Bemalol probeg krasisini tekshirtirib o'rasizlar. Narxi ham shikalan chiqyapti obunachilar. Salonda 61600 dollar ekan bu mashinamiz. Sanjar Avtoda bu mashinamiz narxi 46500 dollar so'rayapmiz. Yana kelishtirib choy narxga beramiz. Davay, kim kerak bo'lsa bosinglar. Hammaga e'tibor uchun rahmat.